тантаналы рәвештә ачу өчен сүзенә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты якташыбыз Марат Ибрахим улы Галиев кабул итәбез. Сегодня мы открываем очередные шахматные зоны. Уже Раиса Андреевич много тоже сказал, что шахматы — это очень важный вид спорта, который помогает в жизни. Все комбинации, которые есть на столе, они очень часто встречаются в жизни. Дети из Сабабаша это всегда были гордостью Сабинского района. Вы должны продолжать и гордо нести это знамя, именно что вы учитесь в такой школе с большой историей. Только что разговаривали с директором, он говорит, очень много детей, именно олимпиадников из вашей школы в 10-11 классе. Шахматы — это очень хорошее подспорье, которое вам поможет. Обязательно играйте в шахматы. Это не просто игра, это образ жизни, который вам всегда будет помогать, подсказывать. Так что давайте откроем эти шахматные зоны сегодня. Их осталось у нас, получается, в Сабинском районе еще 4, чтобы... Еще для списания есть. Ну это на будущий год, наверное. Или на... Зачем тянуть? Не будем, может быть, правильно, Раиса Андреевич, попробуем. Benim aytasımkiler şahmat numune bizning bolalar endi boshlang'ıchdan fikr o'yini bolalar bog'chasidan mana bugungi kunda dursini aytira kerak bizning ko'p uylarda hozir endi 3 yoshdan qanday zo'r nagruzkalarga beradi qo'yadi. Endi mana bizning 4-klass bilimni 3-4 yoshda shu haqli bilimni berishga tirishadi. Bu vaqtda bolaning o'tishi ko'proq ham miyning to'planuvi tezroq. Shuning uchun bizning rayonda o'sadigan bolalarning o'quv, bilim kundan-kun ortib bora. Ham fikrlilarda endi siz bilasiz bizning rayondan chiqqan ko'p yetakchilarimiz da bor, kurashlarimiz da ham endi chet ellarda yashovchilarda ko'p. Ular fikrli bilan. Endi men o'ylayman, sizda kelajakda shunday fikrli bo'larsiz deb, ko'pmadir sizga shu shaxmat bo'lishir deb men ishonib qolaman. Birdan bo'lamiz, biringiz bilan biringiz yorishamiz. Endi bo'sh vaqtimiz bor ekan, mizeranda telefonda avtomat o'tirgancha, mana o'tirib bir o'ynab olasiz ekan, u sizning o'zingizning bosh miyangizni fikrlarini orttirib degan so'z. Shu sizga o'xshar, butuningizga da. Ana o'sha xursand salomatlik, biringiz hurmatlasangiz, butun ishlar bo'lar. Sizni boringizni darshak kichkinagina o'zimizni Sog'bash maktabi ismidan salomlayman. Endi mening aytasimkilar, Sog'bash o'quvchilari endi shaxmat bilan tonish, ularning o'zlarining ustozlari bor. Bizning birinchi direktor Basfar Sharifov ishlari shaxmatist edi. Hozir o'zi bizning orada matematika o'qitib turgan pensioner o'qituvchi Naqib Alishda mana shaxmat yorishini ketdi bo'lgan. So'rab zaявление yozib shaxmatist, ham endi bizning fizkultura o'qituvchilari Ilda Faritovich, ham endi Daniz Dinarovich shaxmat o'rgangan olib ularda shaxmatist. Direktorga bo'lash, chunki ularning o'zlarining rezultatlari bor. Ham o'quvchilarda ham rayon yarashlarida bor, sinoplar. Shu yarashlarda noto'g'ri qatnashib, turli prizlar olib qaytadilar. Men endi shaxsan o'zimning ismimdan, ham endi maktab kollektivi ismidan, bolalar ismidan sizga zo'r rahmatni yetkazim kelar. Shu shaxmat ustozlari bizga bo'layotgan ishni, figurlarni bo'layotgan ishni ham endi bolalarga yonidan da suyunib, shodlanib, shunday maqsadchan o'yinni boshlash uchun shunday yerdan qo'l so'zlaningiz uchun bek zo'r rahmat. Ham endi shu zonani oshirib deb taqdim etaman bugun. Baringizga zo'r rahmat. Сегодня открываем очередные шахматные зоны у нас в родном Сабинском районе. Конечно, хочется сказать огромные слова благодарности за эту инициативу Раису Андреевичу. При поддержке тоже Единой России эта инициатива была во всех школах Республики Татарстан открыть эти шахматные зоны. Шахматы в жизни очень сильно помогают. Это комбинации, которые на столе, они всегда будут в жизни. И все люди, кто в моем кругу, все, кто умеет играть в шахматы, и вот Раис Нургалиевич, он очень любит и очень хорошо играет в шахматы.
И всегда все люди, кто хорошо играет, они достигают больших высот в жизни. И они помогут вам и память развить. Если будете уметь играть в шахматы, будете и математику хорошо знать, и русский, и стихи хорошо запоминать. Она развивает очень много направлений. Хочу, чтобы Сабинский район гордился вами, чтобы родители ваши гордились, педагоги ваши. Шахматы — это вам помощь, инструмент, чтобы сформироваться вам хорошо. Учитесь обязательно играть в шахматы. Кто-то хорошо, кто-то не очень, но играть в шахматы мы должны уметь все. Это очень в жизни поможет. Так что давайте, не прогуливайте, обязательно есть свободные 5 минут, садитесь за стол и играйте. И девочки, и мальчики. Договорились? Молодцы. Başlangıç klaslarda başlanıp bitkeniydi. Bu burası boyunca. İyi. Vardır mı? İyi var. Evet. Şimdi bana Respublika'da şunu itadim. Birden Rusya partiyası aşağıda. Şimdi bizim deputatımız bu birini toplap aldı. Rayonumuzda özünün tabuşundan şöyle buluşa. Даже baş fikirleri, neleri şahmattan başlangan. Gelecekte de sizden şöyle bulur deyip men olayım bağlar. Dürüstten de Metin Şaripiş bilen biz Anlamada bunday şahmat turunda söz buldu. Bu boş vakit. Bu vakitte her vakitden çıkıp şahmat oynarga. Endi gelecekte turmuşta stratejiyani bulduru hem endi fikirlerini arttırу için şahmatni bek niyetip kurdum yanında и şahmatını bulmasa endi tege saf havada yergen vakitna neymi o vakitte endi köp sanlarına ya bulu ya türlü kuruluşturulgan bu medvetekinde şu sanlarına bilen özünün boşdan işlevin arttırу deb aytira kerak endi. Bulay tenne alganda da endi siz bilgeninizce 20 yugurib bo'lmaydi şaybet. Yani 10 kilometrni chiqdim da yugurib bo'lmaydi. Ana o'sha azizlab boshlara kerak. Bosh miyada shulay yo'q. Evet. Bizning bu kelajak bu turunda o'ylab endi bizim Avtogos bo'yicha taqdim etildi ham endi bizning qo'llanmalar kelajakda bu respublika darajasida da bizim bu masalaga ikkinchi tilli qarashlar endi yoshlar o'zdirurlar shuning uchun yarasag'iz da yaratmasangiz da shaxmat o'ynab olamiz.